kuyov bola bilan qanday tanishdingiz? Kuyov bola bilan oilaviy do'st bo'lganmiz. Endi Avvaldan taniganmisiz? Salom alik bo'lgan. Bunaqa yaqin munosabat yoki sevishib yurib, nimadir qilish umuman bo'lmagan. Ular tubdan kuzatib yurgan ekanlar. Menga ilk gapirgan gaplari sizni aslingizni sevdim, qalbingizni sevdim dedilar. Tashqi ko'rinishingiz emas. Mana shu jarayon qanday bo'ldi? Misol uchun sevgi izhorlari, siz qanday holatga tushdingiz? Sevgan odamingizdan sizni qo'lingiz so'ralyapti. Qanday bo'ldi shu holat? Sevgi izhor qilmaganlar. Birinchi biz chet elga ketganimizda o'sha yerda keldilarda, qahva ichaylik. Men hayron bo'ldim, qahva ichib yurmagan bo'lsam, bular bilan qanaqa bo'lar ekan? Xo'p, mayli. Tushdimda o'sha yerda hamma yo'lni bezatib, chiroyli qilib, men tushunmadim. Endi men kirganingizda balki restoran shunaqa deysiz. Menga turmushga chiqishga rozimisiz dedilar. Qanaqasiga? Men tushunmay qoldim. Hazilmi? Qanaqasiga deyapman. Rostdan hozir menga turmushga chiqishni. Ha, men sizga uylanmoqchiman. Voy. Bu men tayyor emasman-ku dedim. Men kutmagandim bu inson menga uylanishni taklif qiladilar deb. Ammo ularning qanaqa qalbi go'zal insonligini bilardim. Rozimisiz deb 3-marta so'radilar. Ha, dedim. Siz ham o'ylab o'tirmadingiz? Ha, o'zingizni idealingizdagi erkak bo'lganlar. Men dedim joynamoz ustida qanday Allohdan so'rab duo qilib sizni so'ragan bo'lsam, har bir narsani xuddi shunday qilib berdi. Keyingi jarayon nima bo'ldi? Keyingi jarayon otamdan qo'limni so'radilar. Otam mendan qo'rqganlar. Hozir men bersam, buni xarakteri bu yo'q deb qolsa-chi, shunday yaxshi bola ekan. Yo'q, gaplashib bo'ldim, rozi qildim qizingizni degandan so'ng, otam ham xursand bo'ldilar. Shu bilan to'y muhokamasi boshlandi. Qachon qilamiz? Tezlashtiraylik. Qanaqa qilib to'y deyapman. Yo'q, otam to'yni biz kelishdik, 12-noyabrda bo'ladigan bo'ldi. Voy bo'lib qoldim. Men ulguramiz dedilar. Sohalari sizga yaqin emas. Umuman taniqli odam emas. Endi savol tug'ilyapti, Sitora qayerda yashayapti? Dubaydami yoki Toshkentdami? Yo'q, Toshkentga keldik. Hozir endi ko'proq ota-onam bilan bo'ling. Endi shuncha yil otam bag'rlarida saqlab, qanaqadir bir uzish qiyin bo'lyapti. Hali hanuz aytadilar, seni uzatdim, bir kunda 20 marta qo'ng'iroq